Assalomu alaykum Zafar aka obunachilari. Mana xudo xolasa bugungi birinchi kunimizda xudo xolasa Toshkent Madina reysi bilan yetib kelib, mana guruhimiz bilan hammalarimiz bilan yetib keldik. Endi xudo xolasa inshaalloh saharda Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni masjidlari haqida, tarix haqida so'zlashib, guruhimizni tanishtirib yana olib chiqdik. Kelinglar 14 kunlik paketimiz 2 kecha-yu 3 kunduz Madina Munavvarada bo'lamiz. 11 kun Makka Mukarramada bo'lamiz. Xudo xolasa biz bilan birga kelsanglar, mana o'zimiz yerga borishimiz, birga olib yuramiz, birga olib boramiz, sayohatlarga ham, ziyoratlarga ham birga boramiz. Bugungi sayohatimiz Nabaviy masjidlari bo'ladi. Nabaviy masjid tarixi haqida hamma suhbatlarni, so'zlarni aytamiz. Nabaviy masjidida Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning qabrlari bor bu yerda. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu, Umar radhiyallohu anhu qabrlari bor. Ularni ziyorat qilamiz. Bundan tashqari mana Boqiy qabristoni mana. Boqiy qabriston mehmonxonamiz yaqinligiga sizlarga isbotlanadi mana. Boqiy qabristonidan chapga burilasizlar, burilgandan keyin oxirgi 100 metr, 150 metrdan keyin keladi. Shunaqa yaqin joylarga oqsoqollarimizga qariyalarni qiynalmaslik sharoitlar qo'yamiz. Kelinglar birgalashib ibodat qilamiz, ziyorat qilaylik, Allohning baytini tavof qilaylik. Hammalarni 7 yoshdan 70 yoshgacha bo'lgan O'zbekiston insonlarini, diyorimizdagi barcha musulmonlarni shu joylarga kelish Alloh nasib etsin. Borgandan keyin ham endi atir, sovun, ustma pasmoq ishlatmay turadi. Hayz to'xtagandan keyin ibodatini qilib oladi. Niyat qilib ketadi, lekin bilib qo'ying, shu kungacha poklanmagunigacha ashunday haramga kirmaydi. Umra qilmaydi. Agar ketguncha poklanib qolsa qiladi. Poklanmasa qilmaydi. Umra qilmay ketadi. Ham bo'pti. Ha. Qani hali hukmlarni olma. Ha, bu narsa bo'ladi. Uni men mikrofonda aytaman. Men nimalarni olib. Keling, kuniga nimani olasiz? Biz joylashgan mehmonxonalarimiz haram hududida joylashgan. U yerda o'sha nafl ibodatlar qilsalar ham 100 ming darajat beriladi. Lekin Nabaviy masjidida panjaralarda ichida 1000 darajat. Shuning uchun hamma namozlarimizni Nabaviyada o'qiymiz. Keyin hoji akalar, hojonalar, biz hammamiz Hanafiy mazhabida bizni. Hanafiy mazhabdaligimiz uchun shunaqa qilinglarki, farz namozlarga kelinganda kesalaring boshqa millatlar mu'minlardan o'tirgan bo'ladi-da, ularga qo'shilib olmaymiz. Kech qolsak ham orqaga o'tamiz. Mana yashil gumbazni ko'ryapsizlar-a? Rasululloh alayhisalomning Ravza muboraklarida gumbaz. Yonida seri gumbaz turibdi. O'sha yerda imom turadi. Shu seri gumbazda u yog'ida turishimiz kerak biz. Hali farz namozga kelganimizda millatlarda odamlar namoz o'qiyotgan bo'lsa qo'shilib olmanglar. Ayollar ham, erkaklar ham. O'sha orqaga o'tamiz. Bizda Hanafiy mazhabida mumkin emas. Imomdan oldida turishlik. Keyin ayollar nafl namozlari o'qigani kelganimizda o'sha belgilangan joyga boringlar. O'zi metda o'qishlik joiz. O'qiramiz, lekin bu ayollar namoz o'qishi xunuk holat bo'lib qoladi, orqadan erkaklar o'tsa. Shuning uchun o'zimizni ayollarni ovozlari ham avrat hisoblanadi. O'shaning uchun qattiq gapirmaymiz, hojonalar. O'tamiz, orqa tarafda namozxona bemalol. U yerga o'tsangiz erkak zoti o'tmaydi. Bemalol shu yerda dam olishlik ham savob bo'ladi. Erkaklar ham shu. Mana kirsak, mana bu yerdan kirsak, mana Nabaviy bu yerdan kirsak ham hozir narigi yuzdan ham kiramiz. Kirib, ertaroq kirib, dam olishlik ham savob. Tahoratga qiynalmaymiz. Mana bunaqa zanalar bor. Har qadamda qarasalar. Tahoratxona shular. Erkak, ayol bor. Hali nimaga borib kelmasdan imkon qadar Rasulullohni hammamiz yaxshi ko'ramizmi? Rasululloh bilan birga bo'lishlik nasib qilib turibdi. Qolaylik mana. Bugun xona beramiz. Agarda Ravza muborakka bugun kirishlik nasib qilsa, bugun bo'lmasa inshaalloh ertaga o'sha nimalar tartibotlarda aytib qo'yamiz. Qolgan mahal imkon qadar hammamiz shu yerda qolaylik. 2 tun, 3 kunimiz bor xolosda, u ham yarim kundan xolos. Mana bugun asrdan keyin kiramiz. 2 kundan keyin, abetdan keyin ketamiz Makkaga. Foydalanib qolaylik.
1000 darajatli amal turganda bozorga kirmaymiz. Chalg'imaymiz. Biz maslahat qilinglar, nima zarur bo'lsa biz sizlarga yordam qilamiz. Keyin sizlarda bu yerda eng yaqin do'stlaring men, hoji akam bilan. Nima muammoda aytsalaring, imkon qadar ibodat nolimaymiz. Ibodat masalasida so'ranglar. So'raganda nima ibodat qilsam zo'r bo'lsin. Ha? Eng zo'rini qilay degan fikrda qilaylik. O'shanda zo'r bo'ladi. Maqsadimiz ibodat. Bu Madina Munavvarada mana 3 kun qolsak, hisob kitob qilsangiz, u necha yil umrimiz ham yetmay qoladi. Agar haramda bir kunlik ibodatimizga umrimiz yetmaydi. Ha, necha yilga kirdik. O'shaning uchun foydalanib olaylik. Dam olamiz mayli, hammamiz charchadik, lekin bir yo'l hali O'zbekistondagi 8 soat uxlash yo'q. 2 soat, 1,5 soatdan bo'lib uxlasak, hali niyatimizga yetamiz. O'sha vaqt aytganimizda o'sha Ravzayn boraydi vaqtini aytamiz. O'sha mahalda tushinglar. Kech qolsalar kutmasdan yurib borsak, shu yerga kelaverasizlar. Kelasizlar, mana shu yerda to'planamiz, mana shu yerdan inshaalloh mana ochirit bilan kiramiz. Endi yuraveramiz yana. Ha. Namoz o'qidik. Dam olish jarayonida masalan endi charchaganman, uxlab qolsa nima bo'ladi? Ishlasa umid. Yana turib torat yangilis bo'ldi. O'shancha aytyapman, ama tahorat qil. Endi masjidda uxlab bo'lmaydi deganim uchun so'radim. Yo'q, batta uxlash ham savob. Keyin kirganimizda o'sha maxsus idishlarda zamzam suvlari bor. Uni baklashkalarga olmaymiz. Faqat ichish uchun men sizlarga baklashkaga oladigan joyda ochib ko'rsataman. Nima uchun olmaymiz? Sababi bu yerda hech kimga ozor berish mumkin emasligiga ishchilarga ozor berib qo'yamiz. Chanqa borsiz, zamzam tugab bo'lsa, sizdan oldin kimdir baklashkaga olib ketdi. To'g'ri, siz 100 gram olyapsiz. Sizda qadar 10 ta bo'lsa 1 litr, 100 ta bo'lsa 10 litr. Bo'lib ketaveradi. U o'sha ishchilarga malol kelib qoladi. Hozir o'sha yuramiz, inshaalloh o'sha yo'llarda nima qilamiz. Endi qarangda, unga yuraveraylik, unda yaxshiroq ko'rinadi. Qora aka, erkaklarga ana Boqidan bir aytib ketdik, qaytamiz. Boqidan shu turgan erkaklar ziyorat. Ertaga ulgurmasa kerak edi. O'z namozdan keyin ochiladi. Va ertalab bomdoddan keyin. O'zlari. Va bomdod namozidan keyin Baqiy qabristoni ochiladi. Faqat endi ertaga Madina ziyorati bersa, ertaga ulgurmaysizlar, indinga kirsalar ham bo'ladi. Bomdod namozidan keyin kirilsa ziyoratga. Ayollar agarda kim kirolmasa, masjiddan turib tilovat qilib, o'sha baqiydalarga bag'ishlab qo'yilsa afzal. Bu yerda 10 mingdan ziyod sahobalar yotibdi. Fatima onamiz, Oysha onamiz, Usmon roziyallohu anhu juda ko'pchilik yotibdi. Rasululloh alayhi vasallam baqiydalar jannatda deganlar. Qiyomatda birinchi Rasululloh alayhi vasallam, keyin Abu Bakr Siddiq, keyin baqiy ahli tiriladi. Shuning uchun kiramiz. Asha mehmonxonamizda kim o'sha joylashganda, kim oynasi qaragan bo'lsa, o'sha joylashganlarida ko'rsalaringdan bo'ladi tevadan. Yuraveramiz.